Demay qarang, yig'latavermang, kultiravermang, yuzimga ajin tushib ketdi. Sizlarni holatinglarni qilaman deb sahnada ham, teatrda ham, kinoda ham mana shunaqa ajinlar yo'qotolmay yuribman. Bo'ldi aytaman boshqa o'ynaylik. O'zi boydan beri holat qildirib yotibsiz. Shu ajinlardan o'zi qutulolmayapman. Mana qarang, nomlarim tushib ketdi. Bo'ldi boshqa o'ynaylik. Beramiz. Ha, aytgancham. Menda bir dunyo muammolar bor. Hozir bularni birpasda bartaraf etamiz. Qanaqa muammo ekanligini kadr jarayonida kuzatib boring. Wow, nima bu? Men вообще bunaqa kutmagandim. Nima qilib qo'ydinglar yuzimni? Yaltillatib tashlabsizlar. Bitta apparatda shunaqa bo'lib ketdimi? Hech qanaqa nima deydi, ukol qilganimiz yo'q. Bitta apparatning o'zida bitta prosedura shunaqa ta'sir qildi. Hozir bu marhaboni aytish bo'yicha 5-10% ko'rsatayotgan ekan, bir oydan keyin 100% ishlayotgan natija. Bir oy ichida, ya'ni yuzim yig'ilib, piyat tochkada yig'ib beradi, ajinlar yo'qoladi, oqaradi. Ha, kstati o'rtoqlar, kosmetologlar juda ham ko'p, lekin sifatlisi kam. Tanlovda adashmang.